Ehtiyot bu xotin, chiqir nafas ol. Ya, Baxtiyor xotining homiladormi? Aha. Endi 3 ta bolang 4 ta bo'ladim. Qachon senlar uyg'oq payting biz uxlab qoldik. Xotin, ichkariga kir. Ha? Ichkariga kir. Tez. Sekin, malikam, sekin. Ya, Baxtiyor. Ha, kelin tuya go'shtigan ekan. Nechinchigacha bergan? Ha, bizga 47 maygacha bergan. Oxirgisini. Sekin. Nima ekan keladi, Malikajon? Ya bu qo'shin nima qilsa shuni qiladi. Bir kunda qanday 6 oylik homilador bo'lishi mumkin? Ya qoniga botoks qildirdimi ekan? Kobalt baribir legenda-da. Baxtiyor, Kobaltmi? Ha, qo'shni. Ish qilib minilga oldingmi? Yo, salon oldim. Kreditga oldingmi? Yo, naqdga oldim. Qanday? Ish qilib jentrani sotdim-da. Ha, yo, jintri ham turibdi. Xotin, to'qqizda kaltrobchaq sotib Kobalt olaman. Onalarini ko'rsin, odamning ichiga jin kirsa, jinni ichiga bizni qo'shni kirib olgan u. Bolam yaxshi o'qib kelgan, olim bo'lgan. Ha, Baxtiyor, Rossiyada tursam o'g'lingni. Ya, jinnimiz qo'shni, o'g'lim iqtisodiyot va pedagogika universitetiga o'qishga kirdi. Qayerga kirdi? 34 ta bakalavr, 5 ta magistratura mutaxassisliklari bor. Yana nimalar bor? 2500 kishilik yotoqxona, 500 kishilik oshxona. 900 kishilik aktivniy zali ham bor. Yaxshi o'qiganlarga rektor stipendiyasi, tahsilchilar stipendiyasi, undan tashqari 34 ta xorijiy oliygohlar bilan talabalar almashinuv shartnomasi ham bor. O'g'lim, narsalaring yig'ishtir, o'qishga kirasan. Dada o'zi Londonda o'qiyman-ku. Gamiya, oyog'ingga tayda shunday sharoit turganda, shimildiribman Londonda o'qib. Qashqadaryoda o'qiysan. Agar ana shu qo'shnini bolasidan qolsang, uylantirmay azoblayman, bolam. Xotin ketmoni uchyapti. Ya, nimaga qo'shnini ketmani uchaykan, mani uchmas ekan? Holi ko'rasan. Dadasi balki kerak emas. Ey, sen aralashma. Mani qo'shnidan nima kamim bu ketmonim shunday uchsin. Men uchaman. Ye, qo'yim bittada 4 ta tug'anni olmadim, keldim ketmoni uchyapti desam, qo'shni ketmon bilan o'zim tomdan tashlavardim-a? Shunaqa kuykana qo'shnilardan zada bo'lganlar bitta like bosib qo'yamiz.